Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Stickman. Bugungi videomizda sizlar bilan Minecraftni hazillar bilan yediramiz. Ya'ni turli rasmlar chizib, ularga ishonadimi yo'qmi, shuni bilib olamiz. Tak, shuningdek u ana bu yerda turibdi. Qishloq aholisi esa bu yerda. Men nimadan boshlasam ekan birinchi? Tak, ani o'ylab ko'raychi. Hoy do'stlar, men nima chizsam bo'ladi? Balki men hozir ko'rsataman. O'ylab olay-da. Hop, kraskani olamiz va mana bu yerga rasm chizish uchun mana bularni qo'yib olamiz va opa deb chizib olamiz. Bu esa tayyor bo'ldi. Endi esa tak, u juda ham ishonarli bo'lib chiqdi menimcha. Endi men ketaman bu yerdan, qarochiga ketdim meni. Boshqa joyga borib rasm chizaman endi. Tak, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Minecraft. Bugungi videomiz sizlar bilan Stickman haqida bo'ladi. Ha aytgancha do'stlar, biz YouTube kanalida 1000 ta bo'ldik. Buning uchun sizlarga rahmat. Tak, oynalarni to'g'rilab chiqamiz. Hoy, u yerda nima qilyapti u? Hoy, Jitel. Senga nima bo'ldi? Men uyimga borib kelay. Tak. Uyimga kirib olay. Qilichni olib olaman va tak. Hoy, bu yerda nimalar bo'lyapti? Ana bu yerda zombi bor ekan. Axir bu zombi emas-ku. Bu shunchaki maket. Kimdir buni chizib ketibdi. Sen esa menga ishondingmi? Axir bu zombiga o'xshaydi-ku. Bu zombi emas, bu shunchaki rasm. Uni kimdir chizib ketibdi. Nima? Ular bunga ishonishyapti. Qishloq jetellari ham. Ular hali ko'p narsani bilishmaydi. Men juda ham zo'r rasmlar chizib ularni lo'q qilaman. Ha. Ana bu yerda turishini qarang ularni. Hali men boshqa rasmlar ham chizaman. Kompotni yedirish uchun. Jitellar ham menga ishonadi. Jitel, bu oddiy rasm. Bunga ishonib o'tirmang. Ha, men tushundim, bu oddiy rasm ekan. Men uni zombi deb o'ylabman. Axir bu zombi emas, rasm deyapman-ku. Demak, bizning qishlog'imizga kimdir kelgan va bu rasmlarni chizgan. Sen uni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Uni ko'rgan bo'lganimda senga aytgan bo'lardim-ku. Hozir men ularni lo'q qilaman. Chizib olaychi. Hop, mana bu yerga chizamiz. Bu ranglardan ham qo'shamiz. Va tak, buni chizamiz. Va ana bu rangdan ham qo'shamiz. Va ular ishonadi albatta. Sen tushunib yetdingmi? Hoy, ana bu yerda nima bo'lyapti? Borib ko'raychi. Tak. Hoy, Jitel, bu yerda nimalar bo'lyapti? Hoy, nimalar bo'lyapti bu yerda? Tekin olmas. Axir bu rasm-ku. Hoy, sizlar lo'qmisizlar, ey? Bu oddiy rasm-ku. Tak, ichkariga kirib ko'raydim. Hoy, o'tib ketay, ey. Ey, Jitel. Salom, Minecraft. Bu yerda tekin olmos berishyapti ekan. Axir bu rasm-ku. Sizlar shunga ishonyapsizlarmi? Bu yerga kirib ham bo'lmaydi-ku. Bu yerga devorga rasm chizib ketgan kimdir? Men ham navbatda turibman. Hoy, endi qachon men u yerga boraman? Tak. Hoy, meni navbatim qachon keladi endi? Meni kuttirib qo'ydinglar-ku. Tak. Hoy. Hoy, Minecraft, sen navbatingni kutmayapsan. Bu Jitel qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda rostdan ham almas berishyaptimi? Kimdir olganini ko'rdinglarmi? Axir bu rasm-ku. Sizlar shunchalik lo'qmisizlar? Bu rasmga o'xshamayapti-ku. Bu yerga rasm chizib ketishgan axir. Nega tushunmaysizlar? O'sha hamma yerga rasm chizayotganini ko'rmadinglarmi axir? Men uni topib olsam, lekin yomon bo'ladi. Shuning uchun uni qidiryapman. Kiyimning orqasi ham dabdala bo'lib ketdi. Uyimga borib kelay. Axir men aytdim-ku ular lo'q bo'ladi deb. Ular shunchalik lo'qki,
Men rasm chizib ketganini ham bilmayapti. Endi kompotni ustidan kulish uchun unga prank qilishim kerak. Uni uyiga ketdik. U ichkarida bo'lsa kerak, yana bilmadim. Tak, mana bu yerni kovlab olamiz. Bu yerni va bu yerni ham. Endi bu yerga rasm chizamiz. Lavaga o'xshatib chizsam juda ham zo'r chiqadi. U o'lishidan qo'rqadi. Shuning uchun men uni aldayman va tayyor bo'ldi. Endi esa tak bu yerni to'g'irlaymiz, va qani juda ishonarli bo'lib chiqdi. Menimcha. Ha. Tak. Kiyimni ham almashtirib oldim. Endi juda chiroyli bo'lib qoldim-a? Ha, juda ham chiroyli bo'lib qoldim. Endi JTlarning oldiga borishim qoldi xolos. Ular yana nima qilishayotgan ekan-a? Shunchaki rasmga ishonishdi-ya. Yana bilmadim, u yana rasmlar chizib ketgan bo'lishi mumkin. Tak. Ko'chaga voy. Axir bu rasm ekan-ku. Men esa menga ishonibman-a. Voy. Rasm chizayotgan kim ekan-a? O'lib ketishimga sal qoldi-ya. Ana buni qaranglar axir. U juda ham ishonchli qilib chizilgan. Ya'ni unga tushib ketsangiz juda ham qo'rqib ketar ekansiz. Uni topmasam bo'lmaydi. U juda ham cringe hazillar qilyapti. Ya'ni men ularga juda ham ishonyapman. Tak. Uni qidirishga ketdik unda. Ha. Aytdim-ku axir men Keynigrafni qo'rqitib yuboraman deb. Bu mening juda ham chiroyli chiqqan rasmim bo'ldi. U xuddi lavaga o'xshaydi. Endi uyga kiramizda mana buni buzib tashlaymiz. Va bu yerga buni qo'yib, tak. Buni ham bo'yaymiz. Mana bunday va bunday. Men ishlarimni bitirib bo'ldim. Endi uyga borsam ham bo'ladi. Bu yerda hech kim yo'q ekan lekin. Rasm chizib yurgan odamni topa olmadim lekin. Unda uyimga borib ko'ray. Tak, mana bu hazilni qaranglar. Voy. Meni uyimga nima qo'yib ketdi bu yaramas. Mana bu yerdan yursam uyim portlab ketadi-ku axir. Voy yaramas. Tak, buni buzishga harakat qilib ko'ramiz. Agar hozir kiradigan bo'lsam, uyim portlab ketadi. Salom, Keynigraf. Voy, meni qo'rqitib yubording. Bu rasmni sen chizdingmi? Ha, men chizdim. U senga yoqmadimi? Bu shunchaki rasm. Uying portlab ketmaydi, qo'rqma. Qishloqdagi rasmlarni sen chizib yurganmiding? JTlar bu rasmlaringga ishondi. Sen juda ishonarli qilib chizar ekansan. Men ham hattoki qo'rqib ketdim bu rasmlaringdan. Mana bu tini chizib qo'yganingga o'lamanmi? Ha, men chizdim. Sen bularga ishonishingni bilardim. Shuncha seni qo'rqitmoqchi bo'ldim. JTlar esa ana bu zombi rasmi bilan tekin olmos rasmiga ishondi. Va ular hali ham navbatda turishmoqda. Men ularni bu darajada lo'q bo'ladi deb o'ylamagan edim. Men ham hattoki sening hazillaringga ishonibman-a. Aytyapman-ku, men juda ham zo'r rasmlar chizaman. Hattoki seni ham qo'rqitib yubordim. Sen esa ishonding. Men esa seni kuzatib yurgan edim. Va JTlar ham mana bu yerda hali ham turibdi. Hali ham. Tushunyapsanmi? Ular shunchalik lo'q bo'ladi deb o'ylamagan edim. Ha, men lekin ana u zombi rasmingga ishonmagan edim. Hattoki ana tekin olmosingga ham. Lekin mana bularni men juda ham ishonib ketdim bularga. Hattoki o'lib ketamanmi deb o'ylagan edim. Yurchi, JTlar hali ham turibdimi yo'qmi ko'raylikchi. Yurchi. Ular hali ham turibdi. Ular shunchalik lo'qki, hattoki seni tekin olmas deganingga ham ishonishibdi. Hoy JTlar, men rasm chizib ketayotgan stikmenni topdim. U mana shu rasmlarni chizib ketgan. Bu haqiqiy tekin olmos emas. Qayerda ko'rgansizlar tekin olmos berishganini? Tak. Navbatni qara, voy bu oxirgacha kelishibdi-yu. Ularni lo'q qilgan stikmen mana shu edi. Ha, mana shu. Ularning turishini qaranglar.
Axir bu yolg'on-ku, u oddiy rasm-ku. Ha, bular oddiy rasm. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Sizlarga xayr, sizlar bilan GeniCraft bo'ldi. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin, do'stlar.